Bu dünyada cin arvohlar asli bormidi? O'g'lim, u o'rmonga borsang, soqqanmaysan. Bu yerda zulmat va vahima mangu hukm surdi. Cho'ng tipdagi vahimalik asar tirilgan arvoh. Birinci bölüm. Salimning kundalik xotirasi. 4-qism. Arvohlar o'rmonliqidagi yog'och uy. Badanim g'al-g'al titramoqda. Hozir men qo'rqinch ichida faqat jim turishdan boshqani qila olmaydim. Şu esnada Salim nemish qildikin, nihoyat tez suratda kaynimga o'tib ketdi. Daqiqa ichida gajgamga qattiq bir narsaning tekkanini bilaman. Hoshimdan ketibdiman. Ko'zimni ochsam, yana shu yiqilgan yerimda ekanman. Beşimde Salim man qarab turibdi. Nerida Ali Odil Emin mi yotgan ekan? Men Salimga: "Baya nemish bo'ldi? Bari meni qattiq urvatdi desa?" deganimcha asta o'rnimda turib, uchaylarning yoniga bordim. Ular hushsiz yotibdi. Baya kayningda bir arvoh turibdi ekan. Qarasam hech qaysinglar medirlayolmadinglar. Shunga men uning bilan ozroq erishdim. Bu gapni anglabla shoppida uningga qaradim. Uning o'ng bilagida bir narsaning tilivatgan izidan bo'lak hech qanday yara izi yo'q edi. Boyi u uchaylarni medirlatmay kontrol qila olgan arvoh Salimni qilolmasmi? Yo'q. Bu Salimning siyoqiga kirib olgan zodi arvohmi yoki arvohdan bo'lak boshqa maxluqmi? U bizga nemishga yordam berdi? Xotirgimi boshqa sizlar yordam berdi deb esibdi. Bular xotir bo'yicha ish qilamiz deb yurmas har qancha bo'lsin. Nemishga yordam qiladi? To'g'ri. Xotirda bu to'g'riliq bir gap yozilgan bo'lishi mumkin. Men shu xiyollar ichida turganimda uchaylanma o'shiga keldi. Ularni nemish bo'lganligini bilmaydi ekan. Shundoq qilib biz yana yo'limizga ravon bo'ldik. Hammamizning yenimizdagi bu Salimdan so'raydigan nurg'un savollarimiz bo'lsa-mu, ammo Alidan bo'lak boshqamiz buning haqiqiy Salim ekanligiga ishonmagachga tuzuk bir narsani so'rayolmadik. Uningdan bu yerga nima deb kelding? Shuncha yil nemish qilding? Endi nemishga ketmay biz bilan mansan deb so'rg'im bo'lsa-mu, biroq sal ansiraydim. Oldin qitimni so'rg'inimda keyinchi deb beray deb gapni to'xtatgan edi. Bizmi sukut ichida oldimizga maqtamiz. Faqat Ali bilan Salimla qizg'in paranglashib Bir chog'da o'rmonning so'l tarafining ichkarisidarak bir uy ko'rindi. Buni ko'rib nihoyat xush bo'ldim. Chunki bu Salim yasab qo'ygan yiliqi eng bexatar uy shu bo'lishi mumkin edi. Ko'pchilik, oviyadagi uyga kirib qarab boqayli. U yerga bormayli. Balkim arvohlarning qiltig'i bo'lishi mumkin. Meningcha, u sayyasigan yiliqi... Balkim u biz uchun eng bexatar uy bo'lishi mumkin. Dedimda Odil qarab qo'ydim. U maqsadimni tushundi. To'g'ri, men shunday demoqchi edim. Meningcha shu yerga borayli. O shundoq deb hammamizning oldida mangdi. Biz u uyning eshigi oldiga keldik. Eshikka arvohlar yezig'ida xat o'yilgan edi. Biz qo'llarimizga pichoq, shamsharlarimizni elib asta uyga kirdik. Uy ichi bakla qorong'u edi. Qo'l chiroqlarimizni yoqdik. Bu faqat bir eg'izli uy bo'lib, tomning u yer bu yerlarda arvohlar yezig'ida xat bor edi. Onun bo'lak uy ichi qup-quruq edi.
Biz mang'ilimi xeyli bo'ldi. Qo'slig'inglarni ochqanda yaqcan. Bu yerdan biray yipishchi izdigash, qo'sliqni astalab aram elib oldin maqsaqmi bo'pti ekan. Ha? dedi Emin. Menmi bu fikrga qo'shildim. Emin yenimga kelib o'ltirib suv ichib o'tadi. Men kundalik xotirani olmoqchi bo'lib, sumkamga qo'limni soldimda, kundalik xotirani tortdim. Dal shu chog'da Emin qo'limni tutib oldi-da, xotirani olma degandek ishorat qildi. Menmi asta qo'limni tortib olib, uningdan nemishqa degandek so'radim. Ilgari dadang xotirni menga berib turgan. Xotirning 5 yil o'qiy olgan edim. Senmi o'qigansan-a? Xotirni arvohlar ilib-ilishning ko'ydili yuriydi. Atigammo bu gap chiqib edi. Salimning ko'zlarini ko'rgansan? Oltin tepib olganda ko'zlari chaqnab ketdi. Men o'ylayman. Mencha bu Salim fursat kutayotgan gap. U hozir xotirning kimda ekanligini bilmaydi. U bizni o'ziga haqiqiy ishontirgandan keyin xotirni ilib-ilib bizni biraqli yo'qotmoqchi. Bir ish faqat qo'limdan o'tmaydi. U nemishqa bizni o'ldirib etibla xotirni ilfolmaydi. Balkim xotirda bir gap yozilgan o'xshaydi. Ya xotir bo'lsa, ular bizga tegmaydi. Yoki xotirda ular bizga chiqilsa, qanday qilish haqida birning bor o'xshaydi. Bu Salim bizni xotirni o'qib bo'ldi deb o'ylasa kerak. Shunga bizga chiqilmay fursat kutayotgan gap. Bu chog'da Salim bilan aksi non yeyotdi. Eminning bu so'zlaridan uning aqliga qo'l qo'ydim. Asli xotirni o'qib bilib kelsak bo'pti ekan. Vaqtni tejaymiz deb o'qimabdik. Endi bu Salimning dastidan xotirni o'qiyamaydigan bo'ldik. Tuyuqsizla bir narsa esimga kelgandekli bo'lib xotirni oldim. Emin menga qarab, "Nima qilganing bu?" degandek qopqana turib edi. Men xotirni ichib o'qiyverdim. Ya'ni boshda men o'qib bo'lgan yerni o'qidim. Raslo o'qig'inimning unumi bo'lib o'tadi. Salimning chiroyi totirib ketib o'tadi. Menmi to'xtamay o'qiyverdim. Bu chog'da Salim, "Men hojatga chiqib kiray" deb chiqib ketdi. Mening bu amalim rasla asqatdi. Emin bo'lsa, mening tushuntirishimni kutib, menga qarab o'tadi. "Hey, Emin. Sen degandek xotirda yo bular bizga chiqilsa qanday qilsak bo'ladiganligi haqida gap bor. Yoki bular bizda xotir bo'lsa, bizga chiqilmaydi. Mundaqcha aytganda, bular xotirdan qo'rqidi. Shu men bir sinab boqay deb xotirni ichib o'llik ovozda o'qidim. Bu amalingga xeyli bo'ladi ekan. Ammo qiziq yeri bular xotirdan qo'rqadigan turib, bizdan qandoq ilib olalaydi? To'g'ri. Bular qandoq ilib olalaydigandi? Vahimalik asarlarning yozuvchisini ko'makchi bo'lsangiz, iftixor vahimalik asarlar munbiriga kiring. Tor bekat adresi www.chekit-iftixor-chekit.net. Bu chog'da Ali bir eg'iz tinmay gapimizga quloq silib o'ltiradi. "Hey, bo'ldi. Savolni keyin tahlil qilaylik, ha? Bu oldimizga uchirgan Salim haqida bir narsa bormikin qarab boqina." Men xotirning mundarijasiga qarab, o'rmonlikda notanish kishi uchirsa qandoq qilamiz degan temani tepib, xushalligimni darhol shuning masbatni ochdimda, uchaylan anglug'udakli ovozda o'qishga boshladim. Xotiriga monolog yozilgan edi. "Men boshda deganimdek, bu zulmat qo'ynida siz va yaratuvchidan bo'lak odam yo'q. Agar sizga shundoq bir notanish kishi uchirsa, mayli u qandoq chiroy, qandoq kishiga o'xshasin, hargiz uningga bak ishinib ketma. Uningdan yiroqlashish uchun tirishing. Agar yiroqlashishga amolingiz bo'lmasa, bilib turing. Ammo hargiz uningga qo'pollik qilmang. Ba'zi vaqtlarda uning sizga foydasi bo'ladi. Qo'lingizda bu xotira bo'lsa, uningga ko'z tutib qo'ying. Bu sizga yaqin kelmaydi.
Onu ilib olamı deb o'ylamang. Agar u arvoh bo'lsa, ondaqda onunğa xotirni ko'z qo'ysangiz, tugashkinimiz shu. Bununğa amal yo'q. Egisiga topshir. Arvohlar xotirni ilib olishning ko'ydi. Agar u arvoh bo'lmay, boshqa bir narsa bo'lsa, u xotiriga yaqin kelolmaydi. Ammo onunğa xotirni tutqizmang. Onunğa o'qitmang. Onunğa faqat o'qib bering. Faqat muqovusni ko'z tutib qo'ysangiz yoki arvohlar yezig'i babatlarni ichib qo'ysangiz yetarli. Yana bir qitim eskartib qo'yay. Xotirni herkes o'qib bering. Bu asarning davomiga qiziqsangiz,